Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga men pishiramiz. Birinchi bo'lib gazimizni yoqib olib, sayr otib olamiz. Sayrog'imiz erigandan keyin piyoz solamiz. Sizlar xohlasanglar qizil piyoz ham solsanglar bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin perechlarimizni solamiz. Ularni ham keyin yaxshilab aralashtiramiz. Pomidor solib, tuz olamiz. Sizlar xohlasanglar murch solsanglar ham bo'ladi. Keyin esa qirg'ichdan chiqazgan pomidorlarimizni solamiz. Men ham uzun kesib soldim. Keyin cho'rqadan chiqazib soldim. Sizlar biratolasi cho'rqadan yoki biratolasi kesib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ustidan ikkita tuxum chaqib olamiz. Keyin sir solamiz. Agar sizlarda sir bo'lmasa, kerak emas. Hammaga yoqimli ishtaha.